Toshkent viloyati Parkent tumanida Biz buvijonlar ajrimga qarshimiz nomli tadbir tashkil qilindi. Unda yoshlar tarbiyasida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydigan buvijonlar, ta'lim muassasalari vakillari hamda o'quvchilar ishtirok etishdi. Parkent tumanidagi 46-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan tadbirga tuman buvijonlar maktabi yetakchilari, axborot kutubxona markazi rahbari, ma'naviyat bo'limi mutasaddilari, o'qituvchi va o'quvchilar yig'ildi. Uchrashuv davomida oilaviy qadriyatlarni asrash, ajrimlarning oldini olish va yoshlar ongiga mustahkam ma'naviy qarashlarni singdirish masalalari muhokama qilindi. Sentyabr oyi nizoli oilalar bilan ishlash oyligi deb e'lon qilingan. Ana shu sabab bilan bu tadbir tashkil qilindi. Ba'zi yoshlarimiz orasida bot-bot bo'lsa ham ajrimlar uchrab turibdi. Bu juda ham og'ir nuqta ajrimlari. Biz tuman oila markazidagi faoliyatimizda ham 50 ta mahalla kesimidagi ajrimlar bilan qarshi kurashish masalalarida ham aynan shu ajrimlari bugungi illat ekanligini, ajrimlar bugungi og'riq nuqtalarimiz ekanligi haqida tushunchalar berib boryapmiz. 46-maktab yoshlari va tumanni buvijonlar yetakchilari ishtirok etib qilingan bu tadbirda asosiy maqsadi yoshlari jamiyatda o'zini yetib o'rnini topish va erta tug'ruq, erta nikohlarining salbiy oqibatlari qolaversa, ajrimlarni nafaqat oila uchun, balki jamiyat uchun illat ekanligi haqida ularga tushuncha berish maqsadimiz va masalamiz bo'ldi. Tadbir doirasida o'quvchilar tomonidan mavzuga oid sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Kuy-qo'shiqlar, raqslar va go'zal satrlar orqali oilaning muqaddasligi, ota-ona mehrining beqiyosligi haqida ma'naviy ma'rifiy chiqishlar taqdim etildi. Bu jarayon mehmonlarda nafaqat badiiy zavq uyg'otadi, balki ularga hayotiy saboq ham bo'ldi. Shuningdek, yosh qizlarimizga milliylik, kitobxonlik xislatlari haqida yoshi ulug' insonlardan maslahatlar ham berildi. Yoshlarga shunaqa o'z bilimimizni, ilmimizni bersak-da va ular o'sha ma'naviyatga, hayotga, oilaga tayyorgarligini shu kutubxonadan boshlasa, albatta yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Kitob o'qigan insonda insonga bemehrlik bo'lmaydi. Uchrashuv yakunida mutaxassislar va mehmonlar oilaning jamiyatdagi o'rni, uni asrab-avaylash va ajrimlarning oldini olish bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanini ta'kidlab o'tdi. Ayniqsa yosh avlod qalbiga oilaning muqaddasligini singdirish, kelajakda mustahkam, baxtli va mehr oqibatli jamiyat poydevorini yaratishi qayd etildi.